Yana bir bor assalomu alaykum. Aziz obunachilar, biz sigirlar qatoridan boshladik. 28-dekabr 2025-yil. Yakshanba. Buxoro Bitonka mol bozoridan 5 ta sigir. 5 ta sigir kirgan o'zi ham, ha? 4 dan 5 ta. Bu nechinchi qorin aka? 3-qorin. Bo'lachasi nima? Modda bo'lachasi. Nech pul aytyapsiz buni? 23 million. Bozor necha qildi aka? 19 gacha borgan. Ko'ramiz ana endi. Yelint. Narxlari mana. Nechta suti bor aka? 10 ta suti bor, ha? 10 ta suti bor ekan. Mol qayerniki aka? Chorbakir. Nomer qo'yamiz? 90'lik. 90lik. 511 511 6640. 6640, ha? Mayli aka, bozoringizni bersin. Keyingisi bu kimdan ekan? Bunisi. Ha, buni aytmabmiz. 1.25 bo'ylari akalar. Chiqsa, bunisi kimdan aka? Sizdanmi aka? Olsak mayli? Bolasi yo'q, ha? Bor. Mana bola ekan. Bo'ylari 1.25 bu yoq. 1.25 ga boradi, bormaydi. Mana yellar, oh, qarataris ekan. Ona. Bolasi nima aka? Ho'kizcha, ha, ikkovi ham. Nech pul ekan bu aka? Ha, bir joyga. Mana bunisini ham ko'rsataman bunda. Mana yelintlar. Bolachasini ko'rasizlar. Ho'kizcha ekan. Necha oylik aka bular? Ha, bu 1 oylik, unisi 7 kunlik. Badani ham zo'r ekan bunisining. Necha litr sutga bular aka? Ha, buni qo'ymas ekan. Aytib o'tdilar akamiz. Xo'sh, qayerni mollar aka? Karon bozor shahar Karaj. Nech pulga bermadim deysiz? 42 pulga bermagan. Nomer qo'ying aka ishlarga? 90lik. 414 96 98. Mayli aka, bozoringizni bersin. Ana u kimdan ekan? Sigir kam kirar ekan bozorga. Keyingisi. Sizdanmi aka? Yo'q. Bo'g'oz sigir. Rocha egasi yo'q. Tamam, shuning bilan sigir. Sigir bozor tugadi. 3 ta sigir oldik. Bolasi nima dedingiz buni aka? Bolasi. 10 oycha.